Assalomu alaykum hammaga. Mana sizlar bilan Python darslarini davom ettiramiz. Bugungi darsda Pythonda funksiyalar mavzusi bilan tanishamiz. Funksiyalar nimaga kerak, qanday ishlatamiz va qanday yozamiz? Shu savollarga birgalikda javob topamiz. Qani ketdik. Xo'sh, avval men boshqa fayl ochib olay. Xo'sh. Func P formatini belgilash esdan chiqibdi. Nuqta P. Terminalni tozalab olamiz. Funksiya bizga nima uchun kerak? Shu savolga savol javob berib ko'ramiz va soddaloq yo'l bilan. Misol uchun bizga birorta matnni ketma-ket chiqarish kerak bo'lsin. Xo'sh, masalan, salom dunyo degan matnni biz kod yozyapmiz. Biz tasavvur qilaylik, mana bu katta muhit kodlar bor, mana bu yerda fayllar, folderlar ichida model funksiyalar bor va bizga shu hello world, ya'ni salom dunyo matnini turli xil joylarda chaqirib, ya'ni ishlatish kerak bo'lib qoldi. Masalan, dictionary lesson faylda va index lesson 2 va hokazo. Masalan, main.py, main2.py fayllarda bular ya'ni shu ya'ni hello world ni chiqarish kerak bo'lib qoldi. Biz unda nima qilamiz? Albatta, masalan, mana bu yerda print qilib oddiygina salom dunyo deb qo'yishimiz mumkin. Okey. Chiqdi. Salom dunyo. Va mana bu yerni ham ochib yozishimiz mumkin. Va keyin yana qayergadir kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, main.py yozamiz print deb va main2 yozamiz print deb. Va bu bizga hozir oddiyroq kod bo'lgani uchun bilinmaydi. Va buni qayta ishlatish uchun bu kodni yozish kerak. Ya'ni bu oddiyroq kod bo'lgani uchun hozir bilinmayapti. Misol uchun sonni qo'shish va bo'lish amallari, masalan, ikkita sonni qo'shish ixtiyoriy u son, ya'ni funksiya. Buning uchun bizga funksiya keladi. Ya'ni funksiya qanday bo'ladi? Buning uchun def deb boshlanadi. Bu funksiyani bildiradi Pythonda. Va bundan keyin funksiya nomini berishimiz kerak. Masalan, salomlashish funksiyasi bu. Salomlashish funksiyasi hech nima qabul qilmaydi. Shunchaki chaqirilganda ekranga salom deb chiqarsin. Buni izohga qo'yamiz va funksiyani ishga tushirsak, ko'rinib turibdiki, bizda hech qanday natija yo'q. Funksiyani ishlatish uchun biz nima qilamiz? Buning uchun salomlashish va e'tibor beradigan bo'lsak, mana boshlanishi bilan salomlashish deb chiqarib berdi. Ya'ni biz salomlashish degan funksiyani create qilganmiz. Ya'ni yaratganmiz, yozganmiz. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana salom. Va bizga yana mana bu yerda kerak bo'lib qoldi. Misol uchun Pythonda tuple. Bu yerda qanday ishlatamiz endi? Ya'ni boshqa Python faylda shu funksiyani qanday ishlatamiz? Buning uchun kodga olib qo'yamiz. Xo'sh. Salomlashuv desak, bizga chiqarib bermayapti. Bunda mana bunday bo'ladi. From. Xo'sh, qaysi fayldan bizda function lesson degan fayl bor edi. Undan import qilamiz
salomlashish degan funksiyani va salomlashish deb chaqiradigan bo'lsak, ko'rinib turibdi, mana salom degan chiqdi. Va bu e'tibor bersak 2 marta chiqdi bizga. Xo'sh, ishga tushiryapti Python tuple deganni. Okey. Biz mana bunday qilib chaqiradigan bo'lsak-chi. Import qilishimiz mumkin. Function listen'ni va shu function listen'dan salomlashish degan funksiyani chaqiryapmiz. Mana bu yerda ham ikkita. Ya'ni mana bunday holatda ham import qilib fayl nomini berib va bir nuqta qo'yib funksiyani chaqirishimiz mumkin. Va mana bu yerda ham bunday faylimizni chaqira olsak, bu yerda salomlashish qiladigan bo'lsak, mana bu yerda yana bitta qo'shildi. Demak, funksiyani print qilganimizda 2 marta o'tib ketyapti, chunki mana bu faylni o'zida ham bir marta chaqirdik. Va endi topilmaydi. Yo'q. Python tuple funksiyasi. Endi ishga tushiradigan bo'lsak va bizga mana bu yerda ikkita chiqdi. Va bittasini izohga olib qo'yadigan bo'lsak, mana endi bitta. Ya'ni biz mana bu yerda 2 marta chiqib qolgan mana bu faylni chaqiryapmiz. Shu faylni ichidagi funksiyani chaqirib olyapmiz bu yerda. Va o'sha faylni ichida ham funksiya ishlatilgan, chaqirilgan. Shuni hisobiga bizga ikkita natija qaytdi. Result. Ya'ni funksiyalarni boshqa fayllarda chaqirib olish uchun shunday, ya'ni from fayl nomi agar bizda xo'sh folder bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana bu yerda masalan function degan bor. Endi bu yerda mana buni ichiga qo'yaman. Okey, men ko'radigan bo'lsam mana bu. Ya'ni endi buni ishga tushiradigan bo'lsam, mana bu yerda avtomatik vizualizatsiya kodi xo'sh mana bunday qilib berdi, ya'ni function ichidan ol degan tarzda qo'yib berdi. Mana bu yerdan xatolikni ko'rishimiz mumkin, ya'ni shu fayl topilmadi. Endi bu yerga o'sha fayl nomi, ya'ni folder nomi tushadi. Masalan, folder nomi mana bu folderni ko'rsatdi, ya'ni faylni, va uni nuqta degani uni ichidagi function listen, ya'ni mana buni uni ichidan mana bu, ya'ni funksiyani qilyapti. Ya'ni mana bu yerda Ctrl-ni bosib ustiga bosib turadigan bo'lsak, ya'ni tag chiziqcha ustiga bitta bosadigan bo'lsak, mana shu funksiyani bizga topib keladi. Ya'ni import qilish shunday. Funksiyaga qaytamiz. Yana qanday funksiya? Misol uchun def add qilaylik. Misol uchun bu a va b qiymatlarini qabul qiladi va print qilib ekranga chop qiladi a bilan b ning yig'indisini. Va biz shu add degan funksiyani chaqirib, bu yerga 2 va 3 qiymatni berib ishlatadigan bo'lsak, bizga 5 qiymat qaytaryapti. Funksiya, ya'ni biz ikkita qiymat beramiz va o'sha ikkita qiymatni qo'shib chiqarib beradi. Agar biz string beradigan bo'lsak, ya'ni string bilan sonni qo'sha olmaysan, ya'ni string tipi bilan
sonini qo'sha olmaysan deb. Bu yerga bitta va hokazo C, F, G, D degan elementlar ham bersak bo'ladi va funksiya chaqirilganda aynan o'sha qiymatlarni biz berishimizga to'g'ri keladi. Mana misol uchun agar shu holatda funksiyani o'zini chaqir bilan qiladigan bo'lsak, missing two required positional argument a va and b, ya'ni a va b o'zgaruvchilarini kiritishing kerak, qabul qilyapti, ya'ni funksiya shuni so'rab olyapti, ya'ni Python xatolik chiqarib. Biz bu yerga 3 va 5 qilib shu qiymatlarni berishimiz mumkin. Xuddi shunday ayirish, qo'shish, bo'lish amallarini ham xuddi shunday yozib chiqishingiz mumkin. Ya'ni bundan tashqari shu return degani bor, javob qaytarish. Aynan shu returnni ham funksiya bilan ishlasak bo'ladi. Buning uchun bitta funksiya yozaylik. Kvadrat deylikda, bu faqat a degan sonni qabul qilsin va return qilib javob qaytarsinda a ning kvadratini, a ning kvadrati bu a ning darajasi. Buning uchun ikkita yulduzcha qo'yamiz va kvadrat deb funksiyani chaqiradigan bo'lsak va biz bunga 4 qiymat qaytaradigan bo'lsak, beradigan bo'lsak, mana bu yerda mana hech qanday xatolik yo'q. Shunchaki natija ekranga chiqmadi. Nimaga chiqmadi? Biz funksiyani bu yerda ekranga chiqdi, bu print, ya'ni qo'shib ekranga chiqarib beradi. Return faqat o'sha natijani qaytaradi, bizga ekranga chiqarib bermaydi. Endi buni ekranga chiqarish uchun natijani mana bu yerda printni qo'yib ketishimiz, ya'ni printni ichida o'sha funksiyani berib argument berib ketishimiz. Mana bu yerda 16 degan javobni oldik. Xo'sh, funksiya, ya'ni mana bu yerda qauslar ichida argument berganda buni int, string, bool, ya'ni float tiplarida olishimiz mumkin. Turli xil typelarda, ya'ni undan tashqari uzunligini qaytaradigan matnni, misol uchun shuni qilib ko'raylik. Bizga matn qabul qilsin, yo'q, list qabul qilsin. Misol uchun shu listni uzunligini def len list deylikda, bu list qabul qilsin va bizga mayli print qilib qo'yaylik. Print qilib bizga listni uzunligini ekranga chop etib bersin. Len list qilib mana bu yerda agar list beradigan bo'lsak, 9, ya'ni listning uzunligi 9. Hokazo, va biz turli xil amallarni bajarish uchun listdan foydalanishimiz mumkin. Bu bizga nima ustunlik beradi? Misol uchun birorta ishni qayta bajarishni oldini oladi. Ya'ni bir marta o'sha kodni yozib qo'yamiz va o'shani turli xil fayllarda chaqirib ishlataveramiz. Misol uchun mana bu yerda ko'rib o'tdik. Funksiyada function ichidagi mana bulardan chaqirib ishlatib o'tishni, ya'ni shunday qilib chaqirib ishlatishimiz mumkin. Xo'sh, ichki funksiya va tashqi funksiya bor. Menimcha bugungi darsga murakkablashib ketadi bu. Yana bitta misol ko'raylik. Sonni olsin va juft va to'qligini chiqarib beradigan funksiya.
def toq yoki juft va bu bitta qiymat qabul qiladi. Endi buni ichida shu toq va juftlikka tekshirish uchun logikani yozishimiz kerak. Agar shu qoldiqli bo'lsa, 2 ga qoldig'i 0 ga teng bo'lsa, ya'ni 2 ga qoldiqsiz bo'linsa, print bu juft son. 2 ga bo'linmasa, aytmasliki, qolgan holatlarda, ya'ni 2 ga bo'lganda qoldig'i 1 ga 0 ga teng bo'lmasa, 1 ga teng bo'lsa, bu to'q son va qolgan holatlarda tekshirib o'tirmay print to'q son qilib qo'ysak bo'ladi. Endi bu funksiyamizni chaqirib biz 4 ni beradigan bo'lsak, juft son va uni pastdan yana chaqirib 3 qiymatni beradigan bo'lsak, mana bu yerda juft son, ya'ni to'q son deyishim. Mana bu 4 ni kiritganimizdagi qiymati, yana ikkinchi marta funksiyani chaqirib 3 ni kiritganimizdagi qiymati mana bu yerda to'q son deb chiqarib berdi. Mana bu yerda ham ko'rib turishimiz mumkin va yana son kiritishimiz uchun yo'q, menimcha bu arendagi son olmaydi. Katta bo'lib ketdi. 90. Ya'ni bizga kodni ixchamroq, tushunarliroq va qayta-qayta yozishni oldini olib berdi. Mana foydalanish uchun anchagina qulay. Bugungi darsimizda funksiya bo'yicha sizlar bilan ulashmoqchi bo'lganlarim shular edi. Keyingi darsda ko'rishguncha